Hozir shu suvda har bitta Aysin Gold motochligini yeb olganingiz uchun 50 ming so'mdan beraman. Yo'q. 10 ta yeb olsangiz 500 ming sizniki bor. Ketdi mana. Bismillah. Bitta tishlar yarmini yo'q qo'ydilar. Telpelari uchun alohida like bosib qo'yinglar. O'zi motochning qalay aka? Yegan sari yegisi kelarkan, odam yaxshi. Bankrot bo'laman shekil. Bitta tugadi. Demak, okani 50 minglari bor. Ya'ni ismi tugatamizmi? Deymiz. Menda hali motochnilar serob. Oka bo'lsa ikkinchisini boshlaydilar hozir. Oka motochni yaxshimi? Hech yoz tanlab o'tirmasgan, yozni eslatyapti. Chunki bu motochning tarkibida 80% ingredientlari Latviya, Rossiya, Shveysariyadan olib kelingan. Serios. Da. 10 taymiz aka. Bu motochning любой importli motochnilar bilan raqobatlasha oladi. Ikkinchisini tugatyaptilar aka. Ya'ni ismi yosh yerda to'xtatasizmi? Yana bittagi ketadi. Oka ketyaptilar. Uchinchi motochni ham beraman. Ko'ramiz oka qancha berarkanlar. Qancha pulingiz bor o'zi? Uchinchi motochni ham tugatdilar aka. Ya'ni qo'shamizmi, ili to'xtatamizmi? To'g'risi, marojniga gap yo'q. Qancha yesa ketaverar ekan. Juda ham shoshtirganligi sababli shu yerda to'xtatishimizga to'g'ri keladi. Uchta Aysin Gold motochligini yeb olganingiz uchun 150 ming yutib oldingiz. Agar menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana 50 ming qo'shib beraman. Ko'ramiz. Sizlar ham hozir obuna bo'lib qo'yinglar.